Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimiz Quvasoy polmonda. Yana bir fayzli xonadonga yetib keldik. 1.5lik pechkamizni olib kelganmiz. Mana shu pechkani inshaalloh o'rnatib beramiz. 1.5lik. Xonadon egalari qurilish qilayotgan paytda pechkaga joy tashlab ketishgan ekan. Bo'yini 2 metr, eni 95. Mana shu holatga chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Qurilish qilayotib joy tashlab ketadigan akalarimizga bo'yni 1.80 2 metr atrofida enini 90 qilib mo'risini mana shu holatda urib keta olasizlar. Sentrga bo'lgani yana yaxshi. Akalarimiz chekkaroq qilib qo'ygan ekan, shilaka bo'lgan deydi hisobiga. Ikkani yana bir qator ko'rib baho berib qo'yasizlar. Video davomiga ulab qo'yamiz. Qadrli YouTube kuzatuvchilar, Quvasoyga o'rnatgan pechkamiz ham bitdi. Inshaalloh mana shu holatda o'rnatib berdik. 1.5lik sifatli zo'r pechkalardan o'tlarni yoqib qo'ydik. Tutun tortishlari kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, men buni murojaat qila olasizlar. Orqa tomondan ham bir qator ko'rsatib o'taman. Pechkamizning orqa ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Juda chiroyli, sifatli chiqdi. Uydagilar bir qator abo'y yopishtirsa, yana ham ochilib chiroyli bo'lib qoladi. E'tibor uchun barchalarga rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, layklar bilan.